Diqqat qiling, suyunchi puli haqida 2024-yil 1-apreldan boshlab birinchi farzanddan tashqari bolalarga suyunchi puli berilishi to'xtatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2024-yilgi 110-son qarori bilan hukumatning 2023-yildagi 550-son qaroriga tegishli o'zgartirish kiritilgan. O'zgartirishga ko'ra 2024-yil 1-apreldan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli birinchi farzand uchun barcha ayollarga, ikkinchi farzand uchun farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollarga rasmiylashtiriladi. Qolgan barcha hollarda farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa pulini rasmiylashtirish rad etiladi deb belgilangan. Demak, siz birinchi marta farzandli bo'ldingiz, marhamat qilib borib suyunchi pulini oling. Ikkinchi marta farzandli bo'ldingiz, oilangiz kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga bo'lgan bo'lsa, borib pulni oling. Uchinchi va undan ko'p marta farzandli bo'lsangiz, suyunchi pulini olaman deb harakat ham qilib o'tirmang, foydasi yo'q.